bilan mutaxassis Alisher Nekimbayev ham limitdan tashqarida ro'yxatdan o'tkazish degan PFL reglamentidagi tushunchaga hattoki FIFAning amaldagi qonunchiligiga ham zid kelishi haqida fikr bergan. Shu masalada qanday javob bergan bo'ladingiz? Aynan limitdan tashqarida ro'yxatdan o'tkazish nima uchun kerak o'zi? Agar u kishi aytganlaridek holat shunaqa bo'lganda FIFA bizga allaqachon sanksiya qo'llagan bo'lardi. Bu odam qo'lidan keladigan narsa. Bu odam bizga yordam bermaydi, lekin FIFAdagi o'rtoqlarga boshqalarga chiqib, agar nima deydi, parod qilgan joyimiz bo'lsa, O'zbekistonga sanksiya qo'llash bu odamning qo'lidan keladi. Bu odam shunaqa odam. O'zi men bu narsani aytsam, balki Xudoga xush kelmasligi mumkin. Men shunaqa qaror qabul qila olmayman. Lekin meni o'zimga taxminim bor, aytishim kerak. Bir 3 yildan beri bu odamning fikriga javob ham bermayman, Telegram kanallarimni yopganman, boshqa qilganman. Qachon shunaqa qildim? 4 ta narsa bor. Bitta odam bo'ladiki, bergan va'dasida turmaydi, omonatga xiyonat qiladi, yolg'on gapiradi va siz bilan qasdlashsa qo'lidan kelgan hamma yomonlik qilishga harakat qiladi. Mana shu 4 ta sifatga ega bo'lgan odam nima deyilishini shu intervyuni ko'rayotganlar juda yaxshi bilishadi. Men u odamning shuni ikkitasini aniq bilaman. O'zim boshimdan o'tkazganman, o'zim tanamda his qilganman. Shuning uchun hozir bu nimaligini aytib o'tirmayman. Tuhmat bo'lib qolmasin. Meni ham Xudoning o'zi kechirsin, noto'g'ri aytayotgan bo'lsam. Shuning uchun endi bugunga kelib ikki xil qarayman bu odamga nisbatan. Birinchisi, bizga beradigan yordami bizga muxolifat ko'rinishida o'zini tutganligi. Bu juda katta yordam. Men uning uchun u odamga minnatdorchilik bildiraman. Shu odam hamma kamchiliklarni tirnoq ostidan qidirib, hamma narsani ko'rib turganligi bizning foydamizga ishlagan. Biz o'sha xatoni qilmaslikka, o'sha darajaga tushmaslikka har doim harakat qilib kelganmiz va bu narsa PFL rivojlanishga olib keldi. Shuning uchun ham muxolifat kerak hammaga. Mana shunaqa muxolifat kerak. Men buning uchun rahmat aytaman odamga.